O'lim asli go'zaldir, parda ortidan xabar. Go'zal bo'lmasa vafot etarmidi payg'ambar? O'lim asli visoldir, qullikning toji sajda. Sajdali o'lim bilsang, yor diydoridan mujda. Reklama mas'ullardan xudodan qo'rqamiz. Haqiqatan bo'lgan voqea. Azoblansa Sulton Tog'am sumkasidan mana shunday suv chiqdi. 2 litr u xullas 5 litr mana suv chiqib ketyapti. Buni solmaylar obunachi mana shuni litsenziyani. Sizlarni 14 kunlik litsenziyalangan umra ziyoratiga taklif etamiz. Bizning professional jamoa sizning ibodat va ziyoratlaringizni mukammal bo'lishini ta'minlaydi. Farg'ona shahridan Jidda shahriga, Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana ko'rib turgan hurmatli Anvarjon Oxunov kanalini ashaddiy obunachilar, xudo xolasa men inshaalloh Madina shahriga yetib keldim. Kim keladigan bo'lsa, ota-onasini jo'natmoqchi bo'lsa, o'zim shu yerda turib, o'zim sizlarga video qilib, o'zim chiroyli qilib kutib olaman. Hozir men bilan kelgan insonlar juda ham ko'p. Bir boshdan hozir intervyu olamiz, ketdik, ichkariga kiramiz. Bu mehmonxonamiz Madina shahrida, mana o'zidan ko'ryapsizlar, G'umoma masjidi bor, Bulut masjidi deyiladi. Uni yonida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uylari bor. O'shining yonida biz xudo xolasa yaqinlashganmiz. Hozir keling. Assalomu alaykum. Mayli, gapirish shart emas. Solingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sharoitlar qanaqa bo'ldi? Sharoitlar yaxshi, kelishimizni kutish oldi. Mehmonxonalarimiz chiroyli, pokiza. Yaxshimi, xudo xolasa? Xudo xolasa hamma. Hozir kelganlar hali hech qancha bo'lgani yo'q endi. Hoji bobo bormisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Real to'g'ri bering menga. Real. Pulni maydalatish kerak. Hozir unaqa yuramiz salom bergani. Ashirta maydalatamiz. Sim karta oling. Sim karta o'zim olib beraman, olganim yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi. Qalay bo'lyapti? Ko'rib turishdi, butun dunyo ko'ryapsiz uni. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Yaxshimi? Молодец. Sharoit отлично. Отличнami? Ketdi. Ovqatlar zo'r. Xudo xolasa. Yuraylik ichkariga. Beraman deyapti. Ha, bo'ldi. O sim karta ham olishadi bular, har xil narsa qilishadi. Mana endi Hojona, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bizni shuncha odam ko'rib turibdi. Yaxshi kelib oldingizmi? Allohga shukr, rahmat. Juda ham yaxshi kelib oldik, qiynalmadik. Hamma sharoit yaxshi, hamma yo'q bor. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Anjonlaringiz sog' bo'lsin. Chiroyli amallarni bajarib, Amin. Alloh kuch-quvvat bersin. Yaxshi ibodatlarni qilib, esalomon xonadonlarimizga qaytishni Alloh nasib qilsin. Payg'ambarimiz ravzalarini chiroyli ziyorat. Allohu akbar. Alloh quvvat bersin. Abdumali, rahmat sizga. Amin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Hamma sheriklaringizni ham tanjonlari sog' Amin. bo'lsin. Chiroyli xizmatlarni qilyapsizlar. Ilohim ibodatga quvvat bo'lsin. Allohu akbar. Xudo xolasa hammalari rahmat hojoni shu yerda xudo xolasa. Mana bu baliq hoshlig'im bor. Hoshlig'i tuzyapsiz? Zo'r. Bizni shuncha odam ko'rib turibdi. Qalay ekan? Umrlaringga, rizqlaringga Amin. barobar bo'lsin. Qo'shganlaringdan qo'shqa bola chaqa devora-chevara orzular ko'rib, el xalqni duosini olib xizmat qilib yuravering. Allohu akbar. Shart-sharoitlar qanaqa ekan? Shart zo'r. Yaxshi. A'lo. A'lomi? Bundan ortiq bo'lmaydi. Ilohim. Alhamdulillah, rahmat. Firma boshliqlariga, hammalaringga rahmat. Xudo xolasa sizlarga sovg'a tariqasida bir juma Madinada, ikkinchi juma Makkada bo'lyapti. Xudo rozi bo'lsin. Xudo rozi Xudo bo'lsin. xolasa. Alhamdulillah. Xudo rozi bo'lsin sizlardan. Hojiga charchamayapsizmi? Kim bo'ladi endi maqsadga? Akam. Akangiz bo'ladimi? Tanjoningiz sog' bo'lsin. Uchinchi ukam bu. Uchinchi ukangiz. Uchinchi o'g'il ukam. Undan keyin bittasi o'tib qolgan, ishda qolgan. Ular meros menga ota-onamdan. Hidi keladi ota-onamdan. Zo'r. 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 Rahmat, salomat bo'ling. Xudo xolasa, hurmatli aziz obunachilar, hammalari yaxshi, sog' salomat, ko'ngillarni xotirjam qilsalar ham bo'laveradi. Kim bormoqchi bo'lsa, albatta, hozir yana videolarimiz davom etadi. Oxirigacha ko'ringlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Rahmat. Mana mehmonxonamizni qaranglar obunachilar, juda ham yaqin. Shuni chiqishimizga xudo xolasa ko'rinyapti. Xo'p. Endi juda ko'pchilik masofasini so'rayapti. Yaqin akam hozirni? Yaqin aka. Mana vaqt kelamiz. 50 boshga qarab kelaylik. Yaqinroq kelamiz, yo'ldan Kelaylik. Keling oshto.
Mana men olib berib turaman, tashlab beraman sizga. Turing mana. Olib ketgan yo'q. Mana eslab qolinglar. 307-darvoza. Mana 307 yozib qo'ygan. Ana yerdan to'g'ri chiqsak, o'sha mening yo'ldan ikkinchi yo'ldan shuni o'ng qo'lga bursa, chap qo'lda mehmonxona bizniki. To'g'ri kelamiz, yana 307. Mana yerda oldida 307-darvoza. Mana ertalar kalit bilan tarqatdik-ku vizitka. Mana o'sha. Mana Hamma yo'llayingda, ha, mana shunaqa qilib savolinglar hammaning. Yo'llang doim tursin shu. Mabodo batta mehmonxonalar bir xilda bir adashib qolsalar, ko'rsatsalar, ko'rsatib yuboradi. Asha esdan chiqmasin. Hozir birinchi salom kechiramiz. Erkaklar bilan birga kirsa, ayollarni navbatga o'tkazib qo'yaman. Biz endi chiqamiz, o'sha yo'limizda turasizlar. Sizlarni olib men aqa ketamiz. Qarab eslab qolinglar. O yerda namozga kelganlar, endi ayniqsa ayollar ham, erkaklar ham o yerda gilomi joy bor. Nima? Yalangda. Ashini orqasida o'qinglar. Qachon namoz o'qisangiz, 10-15 minut ertaroq chiqinglar. Nima? Azondan. Ayollarda orqa 9-10-ishi o'sha ayollarda. Masjid ichiga berib olib agar ashu o yerda gilomdan oldida o'qib qo'ysalar, imomdan oldida o'qigan bo'lasizlar, namoz o'qimaydi. Erkaklar ham ayollar. Lekin shuni chiqsalar, hali ayollar ham erkaklar ham saf bo'lib ketadi maytlarga. Ularga qaramanglar, yuraveringlar. Bu masalan ikkinchi etaj xon bor. Bemalol sig'iladi. Ayollar shu to'g'ri ertaraqchidan shu to'g'ri o'tib ketinglar. Uni devorga o'xshab turgan narsa turibdi. O'sha ayollarni o'sha chegarasi. Mana shu to'g'rida. Ha, mashitda. Ashunga nima qilamiz? Shu 307-darvozadan dod taqli yozib qo'ygan. Ana mana muzey. Shu to'g'ri kirib ikkinchi yo'l, mana birinchi yo'l bo'lsa, keyingi yo'ldan shuni o'ngga, chap qo'lda. O'sha nimalar yo'qolmasin. Xo'p, hozir salomga kiramiz. Birinchi masjidlik darvozasidan kiryapti. Hammamiz birinchi istig'for aytamiz, keyin salovat aytamiz. Keyin Xudoning rahmatini so'rab kiramiz. Salomga kirib chiqib, keyin ichiraga shukr namozi o'qiymiz. Hammamiz. Nashetdan keyin salomlarda aytib, salovatlarda aytib, omonat salomlardan yetkazaveramiz. Keyin o'sha hozir hammamiz erkaklar chiqqandan keyin bo'shaydi. Erkaklar xolasa masjid ichiga kirib namozlar o'qiyveramiz. Endi charchaganlar kirib hamma yo'ldan keldi, peshingacha damlarimizni olaveramiz. Peshinda o'qib ziyorat bor. Peshin 12:20 da. Ditcha shu 12larda chiqsak, men mana ichkarida joylashamiz. Ayollarda hozir men salonga chiqib olib borib, o'sha 32dan olib kiraman. Nimaga o'sha ravzani ichiga kirib, o'sha yerda salomlayni chiqasizlar. Xudo xohlasa, bugun yo ertaga nima kelsa, men ravzaga nima qilib olib kiramiz. Ochilib turadi. Erkaklar Xudo xohlasa payshanba kuni kechasi jumaga o'tar kechasi o'sha tahajjudga kiramiz. Xudo xohlasa. Ha, duo qilib tursak, Xudo xohlasa shunday bo'lyapti. Bo'lmasa hozir yuraveramiz. Salomatlarni nimalar aytish, sizlarni ashadimcha keyin nima eslabdi. Taksiyalarning ko'kalaringga solib yuringlar, qayerga kirsalar. Bitta eshikdan kirasizlar, boshqa eshikdan chiqasizlar. Doim taksiyalarga olaylik. Mana bu sumkalarni so'raverasizlar mana unga. Patinga bo'lmasa ochib tashlab yuboradi. Mana shanga sig'adi-ku, keyin Inshaalloh hurmatli aziz obunachilar, salom ketyapmiz. Birinchi bo'lib kim Madinaga kelishdan maqsad o'zi Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salom berish maqsadida kelamiz. Ularda Abubakr Siddiq roziyallohu anhu va Hazrat Umarlar bor. Ularga salom berib, Xudo xolisa chiqamiz. Centrum Holidays firmasi bilan Xudo xolisa litsenziyaga ega. Bemalol kasblangan bo'ladi. Litsenziyalik Xudo xolisa. Ko'pchilik issiq kelmayapti, shunaga nima deysan? Yoshi katta mana. Yo'q, o'zim hozir Shabada bor, bu ham yaxshi narsa. Havo yaxshi. Alhamdulillah. Havo yaxshi, Xudo xolisa. Aziz obunachilar, Sulton taom sumkasidan mana shunday suv chiqdi. 2 litr u, xullas 5 litr mana suvga chiqib ketyapti. Buni solmanglar obunachilar, mana shu lishni ziyon.
Bolalar 22 yosh. 22? Hoji bobo tuzing so'yingiz. Rahmat. Safarlar qarayapti. Safarlar 14 kun mana ko'z yumguncha o'tib ketdi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Xudo xolasa, bilasizlar, biz filmdan keyin har bitta inson inshaalloh ziyoratlari ham ulug' hamda hamma joy-joyda bo'lyapti. Zamzam suv keladigan bo'lsa, hammalari mana zamzamlarini olishdi. Inshaalloh hech qanaqa muammolari yo'q, xudo xolasa mana. Hoji bobo, biletlar qutlug' bo'lsin. Qulluq rahmat. Mana biletlarni ham oldik. Xudo xolasa, samolyotga o'tirsak, qarab ertalabgacha uydamizda. Ana bo'lmasa. Sog' bo'linglar ilohim. Ilohim, hoji aka charchamadingizmi? Yo'q, alhamdulillah, charchamadi, yaxshi. Ikki safardan kelganimizdan qaraganda yengil bo'ldi hozir. Yaxshi, uyushgan. Shuni hamma shuni qoldi yaxshi. Ko'p kutilmadi, o'tirmadi aeroport. Keldik, bilet olyapmiz inshaalloh. Bilet Ha, shuni aytaman. Yengil samolyot kelsa ketdi. Hoji bobo kelgan vaqtida ketyaptimi samolyot? Masalan, 2-3 kun cho'zilib, qolib ketishlar, unaqa narsalar. Kompaniyada ukasavor ham aytdik, birodarlar, bu kompaniyada unaqa narsa yo'q ekan. Chotki. Xuddi davlat korxonasi soat singari ishlayapti. Har bitta minut, har bitta sekund. Reklama emas, birodarlar, Xudodan qo'rqamiz. Haqiqatan bo'lgan voqea. Juda ham yaxshi. Salomat bo'ling. Hoji tog'a sog' bo'ling ilohim. Hojijonalar ham biletlarni olishdi. Qani biletingizni ko'rsatingchi? Ana obunachilar biletlarni olishdi, to'g'risi. Uchishga tayyor. Xudo xolasa mana hoji tog'a biletlari. Xo'p. Mesta. Sana, xo'p, set 54J ekan. 54J. 54J. Abduraf oldin biletlardan. Mana Abduraf ham biletlarni oldi, xudo xolasa mana. Xudo bo'lsa. Mana hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa nonushtamizni ko'rishlar mumkin. Mana qanaqa nonushta bo'ladi. Mana. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Qancha narsa bor. Shvedskiy stol deyiladi bu. Mana nonushtaga shuncha narsa. Mana. Hojonalar, charchamayapsizlarmi? Nonushtaga narsani qaranglar. Oho. Yo'q, bunaqa sharoitda tanjollarni sog' bo'lsin. Hamma yo'q bor inshaalloh. Salatadan tortib charchamanglar. Ovqatlar manzur bo'lyaptimi? Yaxshi. Shu mana hurmatli obunachilar, bu nonushtamiz, ya'ni obedni o'ylamanglar. Mana nonushtaga shuncha narsa bo'ladi inshaalloh. Shvedskiy stol, mana o'zingizlar ko'ryapsizlar. Men ota-onalarga aytaman, doim mana $8, $7 jo'nataman, men inshaalloh kelganga ishi bo'ladi. Bu qaranglar, nonushtalarni, nonushtadan qaranglar. Voy mashaalloh. Nonushta. Mana. Hojonalar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Nonushta qilishyapti mana hammalar inshaalloh. Qonlarni to'qlashyapti. Sog' bo'linglar ilohim. Mana bu tomonda salat, palat, hamma yo'qlar bor inshaalloh. Mana. Nonushtani o'zi xudo xolasa. Charchamanglar. Mana xudo xolasa zamzamlarimizni hammani firmalarimizdan keldi. Mana topshiryapti, samolyotga ketyapti zamzamlarimiz xudo xolasa. Mana maliki. Zamzamlar xudo xolasa addenli bo'lib ketyapti. Hozirga xudo xolasa qaytishyapti mana inshaalloh. Safarlar qarab. Ya chiqaman. Chiqaman. Kuzataman. Yo'qmi? Ha, bo'l.
Qo'zg'olonlarni olish kerak. Albatta. Hurmatli izomlashlar, xudo xohlasa mana Sulaymon Rojiyev masjidlaridan chiqib, boshqa masjidlardan chiqib mana inshaalloh gruppamiz bilan chiroyli so'lim shinam sen bo'laveradi inshaalloh. Dasturxonda yig'ildik. Hozir akalarimiz mana xizmatda. Mana shu charchanasizmi? Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, xizmatda. Ha, opoqa deyapti. Gapiring endi. Yaxshimi? Rahmat, zo'r kaybatlar. Rahmat, hammalaringga rahmat. Kompaniyaga rahmat. Iloyim. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Zo'r. Xudo xohlasa mana hozir akalarimiz. Alhamdulillah. Bugun ochiq tabiatda Xudo xohlasa mana o'zlarini qilishi Xudo xohlasa o'ziga mashatta mana Xudo xohlasa. Ayollarimiz bu nari tomonda obunachilar. Uzat bo'lmayapti ham. Oila o'rtoq. Hurmatli obunachilar, avtobusda ketgani uchun Madinada mana suvlar Xudo xohlasa olinyapti. Qurilmalar har bir inson uchun supermarketdan olamiz. Hamma yo'q bizda o'sha stadionlar, shonxonalar. Madinagacha yo'l uzoq, shuning uchun hamma yoqqa olib harakat qilyapti. Xudo xohlasa suvlarni olib magazindan narsa olish to'g'ri qiynalmasligi uchun. Hurmatli obunachilar, hojilarimiz mehmonxonaga joylashyapti. Mehmonxonamiz sharoitlarini bir qator ko'rsatib qo'yishim kerak. Mana yangi remontdan chiqqan inshaalloh mehmonxonamiz boshlash mumkin. O'sha 3 yulduz deydimi, 4 yulduz deydimi, xudo xolasa mana hammalar sog' salomat xonalarni hozir chiroyli qilib bo'lib beramiz inshaalloh. Xonalarimiz mana bu yerda chiroyli o'tiradigan joylari, mana shunaqa bagajlar tashiydigan ishlari, bu tomondan lift. Xullas mehmonxonamiz inshaalloh juda ham chiroyli. Mana xudo xolasa hojilarimiz sekin-sekin xonalarga joylashgan. Mana xonalar ko'rsatib qo'yaman. Madinaga xonamiz inshaalloh kirganlarida yangi remontdan chiqqan hojatxona hamyonlari mana xudo xolasa. Mana xonalarimiz. Tifal hamma suvlargacha bor mana. Obunachilar, qaranglar, Madinada o'tiribman. O'n qaranglar, o'tirgan joyimni mana issiq zaytunli choy qo'yganman, qaynan choy ichib Madinani tomosha qilib o'tirishni qaranglar obunachilar. Mana kafega o'xshaydi, juda ham shirin mehmonxona. O'sha men aytgan mehmonxonamiz xudo xolasa. Ziyoratchilarimiz ovqat yeyishyapti. Mana donishdan qaranglar, nonushtada bu mana shunaqa chiroyli. Inshaalloh masalaga davom etganman. Bundan keyin ham aytaman, bizdan kelgan insonlar hech qachon qiynalishmaydi, hamda aldanib qolishmaydi inshaalloh. Mana manzarani o'zlaringiz ko'ryapsizlar mana.